Assalomu alaykum Samijon. Va alaykum assalom. Qandoqsiz? Yaxshimisiz jonajon Suleymonjon? Shukr, sog' bo'ling. Bizlar men Siyovaljon, Suleymonjon, Esonjon hammamiz Cornwallga kelgan Eden Projectda. Bu joyning otini Biomes aytadi. Bu yerda mavsum muxtalif kishvarlar bor. Hozir bizlar Afrika Janubida. Bizlar Din Empowerment tarafdan kelgan. Din Empowerment xolaydagi javohlarni, xususan afg'onlarni o'z o'zbaklarimizda va tamomiy musulmonni bizlar Londonda yoki Yevropada bor. Qo'li dunyodan. Qanaqa internet inshaalloh. Xohlaymizki bir joy ketirsak va dabora islom bilan aytsak yoki dabora insoniyat va har chiziki bo'lsa, zarur emaski bu dabora islom bo'lsa. Xohlaymizki bilxusus proyektni bizlar xohlaymiz oyindada olsak, bu tamomiy juvonlarni Sarakdan jamlamoq, ketirmoq, bir joyga bir ro'z ruxsatida ular bilan musofiri qilmoq, futbol etmoq, o'yin o'ynamoq, ki ular bir joy bo'lsinlar, bundan ko'ra ko'chalarda yurgandan ko'ra bir joy kelsinlar. Mashallah bizning timimizda doktor bor, scientist bor, olim bor, har nimadan bor. Va xohlaymizki bizlar ularga ko'mak etsak, darslari borasida ko'mak etsak, imtihonda borasida, GCSEni borasida, A-levelda borasida ko'mak etsak, toki bular yetolsa jamiyaga bir yaxshi odamlar taqdim bo'lsa. Baxayr inshaalloh. Ham ba familiya foyda qiladi, ham hammaga. Familiya ham ko'mak etadi, jamiya ham ko'mak etadi va ana shu ham bizlarni ko'proq nimamizki, bilumum nimaiki Yevropada, bachayki Yevropada gitay familiya bizotlari bondun nima bo'lmog'i ko'proq zarurati bor shu uchun. Hindistonga ko'p yigit biz tarafdor sharob و چرس و رفقای خراب یمان ketdi degani ma tashviq qilabizki tarafay din Alloh, din islom tarafay خوبی kelasin inshaalloh. Xo'p, inshaalloh agar xush qildingiz proyekt bo'lsangiz va niyat bo'lsangiz nima qilsan bu nafarlar inshaalloh. Bizlar xohlaymizki tamomi vatandoshlarimiz, do'stlarimiz kelsin. Bizlarning Facebook sahifamiz bor. Banomi Din Empowerment. Uni bora like etsinlar. Va Twitter sahifamiz bor, uni like etsinlar. Va YouTube chanalimizga subscribe etsinlar, bor o'zi oshno bo'lsinlar. Va dinempowerment.com bizlarning veb-saytimiz. Va hammadan ko'proq buni hammasini like etib, boshqalar bilan sharik etsinlar. Do'stlarim bilan oshno do'st bilishlari aytsin. Bu bir sadaqa joriyaki bizlar undan savob etib bilamiz va har video, har mesaj va postiki bo'ladi bor. Bizlarda bu vaqt sizlar like etsangiz, share etsangiz boshqalar ham ko'rib biladi. Inshaalloh. Shundoq bu bir basilsalar amalga ketu bu bir bashakli nima bo'ladi? Bashakli sadaqa joriya bo'ladi, hammasi foyda ishtirib lazim. Jazakalloh xayr. Xayr ko'ring inshaalloh. Sog' bo'ling. Tashakkur. Assalomu alaykum.